أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar olamlarning Rabbi Allohga bo'lsin. G'alaba, muvaffaqiyatlar, yaxshi oqibatlarning hammasi o'shalarga bo'lsin. Salat va salam, qo'llash va desteklar Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga, uning ahli baytiga, uning sahobalariga va qiyomatgacha uning yo'lida bo'lgan yo'ldoshlarga bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz yana hal qilishning hikmatining 3-chi qismi. Tungin hajning ruknlari deb 2-chi ruknni kirgan, 2-chi rukn tavob degan to'q. Shu tavobdan davom qilamiz. Tavob nima demakdi? Ana iqimga qatilish degan to'qqi. Ana iqim, qaysi iqim bu? Ana iqim shu Adem alayhisalomdan ta Muhammad alayhisalomga kelguncha islom qahramonlarining tutib mangan yo'lini ana iqim deymiz. Adem alayhisalomdan Muhammad alayhisalomga qadar Allah necha payg'ambar evatgan bo'lsa, necha islom qahramonlari chiqargan bo'lsa, Adem alayhisalomning avlodidan shu islom qahramonlarining, Allah do'stlarining, haq do'stlarining tutib mangan yo'lini ana iqim deymiz. Bu yo'lda tutib manganlarning ichida Allohga eng yarg'ini İbrahim alayhisalom bo'lg'achqa, Allah bu ana iqimni İbrahim alayhisalomning millati deb atadi. Biz haj qilib tavobga kirgandan keyin Hajrul Aswaddan labbayk Allohumma labbayk deb tavobni boshlagandan keyin nima degan bo'ladi? Ey Alloh, Adem alayhisalomdan Muhammad alayhisalom qadar ta qiyomatga qadar islom qahramonlari nima ish qilgan bo'lsa, bu qahramonlar qanday qilib seni rozi qilgan bo'lsa, men shu safga kirdim. Men shu birinchi nomerlik qahramonlarning qatorisiga kirdim. Men umrimning oxirigacha seni rozi qilish uchun İbrahim alayhisalomdek ishlayman sening rizosingni deb İbrahim alayhisalomning millatiga kirganni ana iqimga kirish deymiz. Endi qarindoshlar, bu hajninki yana 3-chi ruknisi va Safa Marva o'tirisida sa'i qilish deydigan 4-chi ruknisi va anaqdagi Arafada vaqtida turish deb. Bu ruknlarning hammasi shu İbrahim alayhisalom bilan munosabatlik. İbrahim alayhisalomni tushunsak, Alloh bizga o'rnak qilib İbrahim alayhisalomni chiqarib berdi-ku. İbrahim alayhisalomni tushunsak, shu ana iqimni tushungan bo'lamiz. İbrahim alayhisalom shunda payg'ambarki, Allah Muhammad alayhisalomga buyruq qilganlik sura An'amning 161 va 162 oyatlarida. Muhammad alayhisalom buyruq qilganlik: "Qul innani hadani robbi ila siratin mustaqim." Ey Muhammad alayhisalom, sen ummatingga shunda degan. Bu dunyoda shunda bir haqiqat borki, Allah meni qul innani hadani robbi, mening Rabbim menga hidoyat berdi. Ila siratin mustaqim hidoyat berdi. Siratin mustaqim degan Allohning rizosiga opiradigan eng to'g'ri yo'l. İnsaniyatni jannatga opiradigan eng qisqa, eng tuz, eng to'g'ri yo'lni sirati mustaqim deyiladi. Bu Qur'on bergan bir ism. Allah mening Rabbim sirati mustaqimga hidoyat berdi de insonlarga. U sirati mustaqim nima? Dinin, qiyaman. Shundoq bir dinki qimmatlar sistemasi, to'g'ri qimmatlar sistemasi bo'lgan din. Yani bütün to'g'rilarning hammasi bir araya kelib sistemlashgan bir din. Bu to'g'rilar qaysi to'g'rilar? Allah'ning yo'l yo'riqi bilan, Allah'ning yo'l ko'rsatishi bilan
ve İslam kahramanları bo'lgan payg'ambarlarning jafo chekishi, ijro qilishi, umrini, hayotini atishi bilan o'ttirg'i chiqqan bir ana iqim yo'li. Dinin qiyaman degan to'g'rilar ve to'g'ri qimmat qarashlarning mujassamlashgan bir to'g'ri yo'lni dinin qiyaman deydi. Sirat-ı mustaqim dinin qiyaman shu. Texmi Allah texmi ochiqlab nima deydi? Dinin qiyaman millati İbrahim. Bu to'g'ri qimmatlarning sistemlashgan markazi İbrahim Aleyhisselamning millati. Yani Allah bana to'g'ri dinga İbrahim Aleyhisselamning millati bulashqa Allah bana hidayet qildi deb Muhammed Aleyhisselamga buyruq qiladi. Bu yerda qarindoshlar, din, qiyam, sirat-ı mustaqim, millat o'xshash ma'noda Allah tarafidan tushundirilyapti. Millat degandan keyin millat islomdan shu, millat İbrahim Aleyhisselam elib kelgan ana iqim shu. Bu bek yo'g'un ulug' narsa millat. Shuning uchun hajga borganlar İbrahim Aleyhisselamning shu millati ana iqimga kiralash uchun tavob qiladi. Tavob qilish orqali butun tarixdagi qahramonlarning qatorisiga kiradi. Ham shu yildagi, ya'ni bu yildagi bugungi hojilar qatorisiga kiradi. Shu millionlagan hojilar Allah'ın askeri sifatida, muxlis askarlari sifatida shu payg'ambarlarning qatoridan yer olamizmi-ki, shularning safidan yer ola olamizmi-ki deb shu safga kiradi. Anadaykin la sharika lahu qul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Yani Muhammed Aleyhisselam şunda deydi. Ey Muhammed Aleyhisselam, sen şu İbrahim Aleyhisselam'ın milleti kirge vaqtında yana şundaq da. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti kirge adam şundaq deyiş gerek. Mening qul inna salati, mening namaz ve bütün manevi vazifelerim ve desteklerim. Salati degan bütün manevi namaz şunun içinde manevi destek, maddi destek, salati ve nusuki ve mening bergen qurbanlıklarım. Bu dünyada qurban berishga keldik-ku, o'zimizni isbotlash uchun, o'zimizning sadoqatmanligini isbotlash uchun qurban berishga keldik. Mening qurbanlıklarım ve mahyaya ve mening hayotim, yashashim ve mamati, mening o'limim lillahi rabbil alamin, alemlarning Rabbi bo'lgan Allohga bo'lsin deb e'lon qil deydi. Bu İbrahim Aleyhisselamning millatiga kirgan bir insonning e'lon qiladigan bir e'loni. Hajga borgan odam, tavob qilgan odam İbrahim Aleyhisselamning ana iqimi millatiga kirgan odam nima deb e'lon qiladi? Ey xaloyiq, ey Allah guvoh bo'lgunki, mening hozirdan tortib bütün qo'limdan keladigan desteklar, qo'llashlarning hammasi ve bu haq yo'lda beshimga keladigan qurbonliklarning hammasi, bedellarning hammasi ve mening yashash maqsadim ve o'lish maqsadimning hammasi olamlarning Rabbi Allah'ni rozi qilish uchun bo'ladi deb e'lon qilganlik bo'ladi. Buni Muhammed Aleyhisselam'a buyuryapti. Muhammed Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a ergishishga buyuryapti. La şerike lehu ve bidalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Rabbul aleminin hech qanday sherigi yo'q. Men mushundaq aqida qilishga, mushundaq e'lon qilishga amr qilindim ve ana evvelul muslimin. Men musulmonlarning birinchi darajaliki men deydi. Yani İbrahim Aleyhisselamning millatiga kirgan bu toifa birinchi numurliq musulmon Allohning dargohida. Çünkü evvelul muslimin bo'lishga tirishimiz shu yerga borgan vaqtimizda. Endi qarindoshlar, İbrahim Aleyhisselamni hamda tushunish uchun İbrahim Aleyhisselamning hayotini bir az qarab baqaylik. İbrahim Aleyhisselamning hayotiga qarab baqaylik. Chunki hozir biz o'tmoqchi bo'lgan hajning 3-rukni ve 4-ruknlari İbrahim Aleyhisselam bilan munosabatli. İbrahim Aleyhisselam'ın bütün insaniyetke
Hatta Muhammed Aleyhisselam'a örnek bulalışıdaki sır yanıla İbrahim Aleyhisselam'daki kurbanlık ruhida. İbrahim Aleyhisselam bütün ömrüde kurbanlık berip lam öttü. Bedel tüylep lam ötken bir peygamber Allah'ın razı kılımın der. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın en ağır sınaklar bilen sınadı. İbrahim Aleyhisselam bu sınaklarının hemmesinden kurban beriş arkalık, bedel tüyleş arkalık öttü, imtihanını ötep ketdi, galibi kıldı. Allah'ın dostuğa aylanıp muradığı yetti. İbrahim Aleyhisselam kurban beriş arkalık Mekke'ni ihya kıldı. Kandan ihya kıldı? Bunun dinkin kelimiz ailesini Mekke'ye apırıp koyaş arkalık. Bir küçük balı bilen bir yaş ayalını Mekke'ye apırıp yerleştiriş arkalık Mekke'ni ihya kıldı. Evlatları için ulug bir vatanga aylandı o de. Kurban beriş arkalık Kabe'ni bina kıldı. Neticede insaniyetinin Kabe'siga aylandı. İbrahim Aleyhisselam yaş çağda ekidi imtihan kılındı. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı karavatımız go, yaş küçük balı çağda. Velemma belaga ve lekad ateyna İbrahim'e rüşdehu min qablu. İbrahim baştılam biz rüşdini berip etken tuqlaydı. Yani aklını küçük vaqtlılam akıllı kılıp yaratkan tuq. Aklını berip etken tuq. Bütün kainatını tadqiq qilish arqali insonlar cho'qinadigan butlarga cho'qinmasdan kainatning yaratuvchisi Allohni tunib chiqadi. Kichik chaqada. Kichik chaqada ayni tadqiq qildi, kunni tadqiq qildi, yulduzlarni tadqiq qildi. Eng oxirisida hammasi ettigini chiqib, akşamı çirib, ettigini chiqib, akşam chiqib qilgandan keyin İbrahim Aleyhisselam yaratmay, alemlarning Rabbi bunda bo'lmaydi. Unda g'oyib bo'lib ketgan bizdan bor, bizdan yo'q bo'lmaydi. Davomli bo'lish kerak deb kainatni tadqiq qilish orqali Allohni tunib chiqardi. Neticede öz dadısı, özünün tuqqanlari, öz milleti onunğa qarshi chiqdi. Kichik balığa yo'g'on bir millat qarshi chiqyapti. Ya'ni shu chaqdagi insonlar Ozarbayjonda. Shu chaqning zolimlari İbrahim Aleyhisselamning sog'lom aqidasiga qarshi chiqib, İbrahim Aleyhisselamni o'tqa tashlab ko'ydirib o'ldirish qaroriga keldi. Ya'ni dinsizlar, yani Müslüman bo'lmaganlar shunday zolim keldi-ki, kichik balını mı o'tqa tashlab o'ltiradigan darajada zalim keldi qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam aqidasidan qaytmadi. Hayotini qurban berib o'tqa tashlanishga rozi bo'ldi. Bu qurbonlik Allohga yarg'achqa o'tqa ko'ydirmaslikka buyruq qilib İbrahim Aleyhisselamni qutqizib qoldi. Bu mo'jizani kelgan zolimlar yana to'g'rini qabul qilmay İbrahim Aleyhisselamga tahdid qilishni davomlashtirdi. Bu tahdid tufaylidan İbrahim Aleyhisselam ota-onasini, tuqqanlarini, tug'ilib o'sgan yurtini tark etib hijrat qilishga majbur bo'ldi kichik yoshida. İbrahim Aleyhisselam kichik bo'lg'achqa ayna tag'isi Lut Aleyhisselam billa hijrat qilishga chiqdi. Bo'lmasa Lut Aleyhisselam boshqa bir yurtda. İbrahim Aleyhisselam kichik bo'lg'achqa İbrahim Aleyhisselam kichik vaqtida men inni zahibun ila robbi sayahdin deb yo'lga chiqqachqa Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamga iymon etib tuqqan bo'lg'achqa birga yo'lga chiqdi. İbrahim Aleyhisselam yana qurban berdi, yosh chaqida yurtni tark etdi, muhojirat hayotini boshlab etdi. İbrahim Aleyhisselam chet elda to'y qildi. Sara onamiz bilan chet elda to'y qildi. Hayotini yana Alloh rizosi uchun atadi. Tapqan taginini Alloh rizosi uchun xalqqa yegizib, insonlarni Alloh yo'liga da'vat qildi. Qarindoshlar, bizmi chet elga chiqib baqdik, chet elga chiqib o'z dardimizga tushib ketdik-ku, o'z qo'sqimizni baqimiz deb. İbrahim Aleyhisselam chet elga chiqibmi, chet elda to'y qilib, yani bütün etgan targinning hammasini yani o'z xalqiga yegizish orqali Allohga da'vat qildi. İbrahim Aleyhisselam nihoyat shafqatli, mehribon ota edi. İbrahim degan kelimenin ma'nosimi Suriyoniychada mehribon shafqatli ota degan ma'noda. İbrahim Aleyhisselam ismi jismiga loyiq bir mehribon ota edi. Ammo yashi u qadar cho'ng'ishiga qaramay farzand sahibi bo'lmagan edi. Ya'ni dadiliq mehri shafqati yüz to'lib tashaqliq, ammo Alloh farzand beriglik emas. İbrahim Aleyhisselam yosh chaqida, o'rta yosh chaqida ta qirg'ich farzand beriglik emas. Farzand uchun yuragi puchilnatdi. Farzand uchun Allohga duo qilib yolviratdi.
Ahir sebep qilib beqish uchun ayoli Saraning tashabbusi bilan Hajar ismli bir qiz bilan to'y qildi. Bunda bulashning sababi qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam'ın mehri şefqatli dadi ekanligini Sara anamiz biladi. Bola chaqiliq bo'lishni davomli duo qiladi. Ahirisi bola chaqisi bo'lmay qarib ketgan vaqtida Sara anamiz İbrahim Aleyhisselamga chidab bo'lolmay, yurki chidamay. O'zining qo'lda ishlayotgan bir dedek qiz var. Hajar anamiz deydigan. Shu Hajar ana yosh qiz bo'lgandan keyin bo'ldi men tug'masi bo'lgandan keyin men yosh qiz bilan o'ylantirib qo'ysam, balasi bo'lsa İbrahimninki bir bala arzusi qansa degan arzu bilan İbrahim Aleyhisselamni bek yaxshi ko'rgachga, yaxshi ko'rganlikdan Hajar bilan o'ylantirib qo'ydi. Tashabbus qilib, "Ya İbrahim sen buning bilan o'ylandi." Allah Teala bu Hajar anamızdan İsmail ismli bir farzand, o'g'il farzand ato qildi. İbrahim Aleyhisselam bu farzandni ko'rgandan keyin xushalligidan qo'lidagi hamma narsani qurbon qilib taqatdi, tabrikladi. Bolasini tabrikladi. Bek xo'sh bo'ldi. Dal mushunda kunlarning birida Allah İbrahim Aleyhisselamni yana bir qatim sinadi. Ve yana ayoli Hajar bu chaqda İbrahim Aleyhisselam Hajarga aşık. Hajar İbrahim Aleyhisselamga aşık. Şunda cheksiz bir muhabbet var qarindoshlar. Aşık maşuq. Suyimlik oğlu İsmail Aleyhisselamni maşuqi Hajar anamizni Mekke'chiligi tashlab etib kelishga buyurdi. Allah dedi ki, sen yana oğlunu, ayolingni Mekke'ga olib qo'yib kelasan. Bu da aşağıda yaşaydı dedi. Yani suyimlik ailesini qurban qilishga buyurdi Allah. İbrahim Aleyhisselam bu imtihanın qanchalik eg'ir ekaniga qaramay, Allohga ishongachga, Allohga tavakkul qilib, ailesini Mekke'chiligiga olib tashlab qo'ydi. Qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam biladi ki Allah bakadan bakaga buyurmaydi. Allah'ning imtihan qilayotganini biladi. Ammo o'ylab baqinglar. Bir yosh ayol, u ayolga aşık, yangi tug'ilgan bolasi var. Yaşı 85 etrafida, 90 etrafida bir qirg'an adam. Bu bolalarni, bu o'zining ma'shuqi bo'lgan ayolini u cho'lga olib tashlab qo'yish imtihan ekanligini biladi, ammo bir insonning yurki ko'tarolmagidek darajadagi og'ir bir imtihan bu. İbrahim Aleyhisselam bu ahvolni ayoliga tushundirgidek hech qanday bir ma'lumotga ega emas edi. Allah buyurg'achqa shunday qilyotdi. İbrahim Aleyhisselam suyimlik ailesini Mekke'chiligiga tashlab qo'yib, qaytayotgan chaqda ayoli Hajar shu vaqt gap qilishmagan. Chunki bu musibatning og'irligidan İbrahim Aleyhisselam bir narsa deyolmagan, Hajar anamiz bir narsa deyolmagan. Zali İsmail Aleyhisselam zaten bu vaqt gap qilolmaydi. Gap qilishmay mangan. Allah'ning buyrug'i bo'lgandikin deb teslimiyat ichida mangandi. İbrahim Aleyhisselam tashlab qaytayotgan vaqtida Hajar anamiz İbrahim deb chaqirdi. İbrahim Aleyhisselam javob bermaydi, to'xtamay ketaverdi. Chunki İbrahim Aleyhisselamda Hajar anamizning yuziga qarag'idek jasorati yo'q. Yoki tushundirgidek bir ma'lumotim yo'q, sababim yo'q. Faqat şu Allah buyruq qildi, shuni dedi, boshqa tushundirayligidek hech qanday bir sababi yo'q. Shundaqla suyimlik o'g'li İsmail Aleyhisselamga oxirgi qatim bir qarvog'idekmi jur'ati yo'q. Chunki suyimlik bu vaqt o'g'liga qarasa, mehri shafqat tutib ketib, tashlab ketolmay qolishidan va bu imtihondan o'tolmay qolishidan qo'rqatdi. Shuning uchun ne ayoliga qarayolaydi, ne o'g'liga qarayolaydi, ashunday ketib boradi. Bu nimaga o'xshaydi desa, qarindoshlar. Ba'zi vaqtda o'limdan qutqizish uchun ba'zi operatsiyalar ko'zini yumiblam, o'ylanmay turiblam, ma'qul deb aytadigan ishlar qildi, hayotni qo'g'dab qilish uchun. Shunga o'xshagan İbrahim Aleyhisselam faqatlam Allohning imtihonidan o'talish uchunlam mushu uslubni qo'llangan.
Hacer aleyhisselam'a qarsa, yoki o'g'liga qarab qalsa, jasorat sunup ketib, imtihondan o'tolmay qolaman deb qarayamaydi. Hech basi qaramay ketib boradi. Hacer 3 qatim İbrahim deb chaqirsimi, İbrahim aleyhisselam javob bermagachga, Hacer anamiz oxiri bizni bu cho'lga tashlab ketish sening irodangmi yoki Alloh buyurdimi deb so'radi ikkinchi, ya'ni tekrar. İbrahim aleyhisselam Allohning buyruqi deb javob berdi va ketib qoldi. İbrahim aleyhisselam Allah rızası için ailesini kurban berdi. Ama neticede İbrahim aleyhisselam ve ailesi bu imtihanı ten kazandı. Bu kurban beriş neticesinde Mekke şehriga aylandı. Allah'ın Kabe'si insaniyetke kaytadan ulaştı. Bu Adem aleyhisselam zamanında selingan dedik ko. Keyin bu İbrahim aleyhisselam bu Kabe'ni kaytadan bina kıldı. Endi qarindoshlar, mishaga kelgan vaqtida mana shu hajning 3-rukni Safa Marva orasida sa'i qiladigan ish mana mishada yuz berdi. İbrahim aleyhisselam Hacer aleyhisselamni o'g'li İsmail aleyhisselam bilan bu cho'lga tashlab qo'yib ketgan vaqtida bilimiz endi Saudiya Arabistonning va Mekkening cho'li shunda qiziq, issiq. Ular akaganalqa suv bijdamda tugaydi. O suv tugab İsmail alayhissalom yig'lab suvsizlikdan. Andikan Hacer onamiz balasi suv tepish uchun Marvada bo'la. Marvaning to'piga chiqadi, qaraydi. Bir karvon o'tayotgan bo'lsa, bir odamni bo'lgan bo'lsa, yo bir milla bo'lgan bo'lsa, kelib suv topa olamanmikida. Marva to'piga qaragandan keyin hech kim ko'rinmaydi. Undan keyin qarasa, Safa do'ngligi bor. Uyaga yugurib, uyaga qaraydi. Balasi o'ttirisida qiliqliq va qarab yig'laqliq. İbrahim alayhissalom Marvadan Safaga, Safadan Marvaga mushunda qilib 7 qatim yugurdi. 7 qatim yugurib en ahirisi qanday qilaman deb chorasiz o'tdaga vaqtida İsmail alayhissalom yig'lab susizlikdan tepcheklaydi. Tepcheklagan yerdan zamzam suvi chiqib İsmail alayhissalomga, Hacer onamizga va butun insoniyatga hayot baxsh etadigan bir manbaga aylandi bu zamzam suvi. Qarindoshlar, bu sarguzashtini bu yerda deyishimizning sababi bu hacga bağlan insanlar muşu Safa Merve arasındaki sayını Hacer annemizden muş sayısını aşağıda kılımız. Nime için? Hecnin ruknusu boğaçka. Allah bunu, bu Hacer annemizden kılgınını hecnin ruknusu kılıp nime için biketti bunundaki hikmet nime diye vaxtista karındaşlar. İnsan çaresiz kalsa Hacer annemizdeki çaresiz kala. İnsan acizlik uçuşup kalsa Hacer anamizdek acizlik tushib qala, İsmail aleyhisselamdek acizlik tushib qala. Mushundaq bir buvoq, mushundaq bir igichaqsiz bir ayol o'zining bolasini, avlodini qutqizish uchun Safa Marva ikki tog' orasida 7 qatim yugurib, shu issiqda bolasini qutqizish uchun sa'i qilg'achqa, harakat qilg'achqa Allah Hacer anamızı örnek kılıp bizge örnek kılalık. Allah şundaq deylik bizge. Ey insan aciz bola, Hacer'dek aciz bola. Muşundaq igichaqsiz, yardımsız qağa vaqtida Hacer'dek yardımsız qala, İsmail'dek yardımsız qala. Mana muşula şu janida, şu aciz janida Safa Marvani jugurup sa'i qilg'achqa Kuludan kelganini qilg'achqa Allah yardım qilib zamzam suyini chiqarib berdi, ularning hayotiga hayot qatdi. Bu bir o'rnak. Buningdanmi tuvan, buningdanmi chorasiz ahvol bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar bu dunyoda yashagan holatinglarda qanday og'ir musibatga uchrashinglardan qat'iy nazar. Masalan, hozir musibat degan vaqtimizda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan musibatdan og'ir bir musibat yo'q-ku. Allah bu örnek arqılıq əmdə bizge müşahede xitap qılıvatıdır. Ey Şərqi Türkistan xalqı, sizler üzənglərini aciz deysizlər, çarəsiz deysizlər, qulumuzdan bir iş kemmeydi deysizlər. Hacer'dən mi aciz misizlər? İsmail'dən mi aciz misizlər? Bu vaxtdan mı aciz mi?
Mana mushu ikki inson, birsi buvoq, birsi yolg'iz ana, single mom. Aşı jangalda, aş cho'llikda qo'lidan kelganini qilib edi. Allah bularning qo'lidan tutdi. Zamzam chiqarib berdi. Agar sizlar aşı nimadek Hazreti Hacer'dek sa'i qilsanglar sizlarmi Allah qulanglardan tutadi deganni masajni bergechga buni o'rnak qilib hajning 3-rukni qilib Allah bekitgechga biz hajimni shu yerga berib nima deymiz? Labbayk Allohumma labbayk. Ya Allah nima amring bo'lsa mayli biz qilamiz. Biz mana shu Hajarni do'rashga biz hozir. Mush Hajardek ojiz bo'lib qolsaqmi, Ismoildek ojiz bo'lib qolsaqmi, bu dunyodagi bu kurashdan voz kechmaymiz. Haq ustidagi kurashdan voz kechmaymiz. Bu dunyodagi imtihondan mag'lub bo'lishni tanlamaymiz, davomli g'alaba qilishni tanlaymiz. Deb asha Hazrati Hajardek bo'lishga so'z beryapmiz qarindoshlar. Buning 3-rukni bo'lishining sababi shu. Qarindoshlar, biz ham Sharqiy Turkistondan shirki xalqimizni Xitoy kamplarga solib, hamma yerdan qamal qilib, medilimg'ida qilib etiglik, ularning kallasini yuyib, zaharlab, kallasini buzib etiglik deyli xalqimizni, vatanning ichidikini. Amma sirtda qarindoshlar biz milyonlarcha inson bor. Erkek davatgan erkek insonlar bor. O'zimizni mujohid davatgan, Alloh rizosi uchun atadim davatgan, Allohni rozi qilmasak bo'lmaydi davatgan minglarcha, milyonlarcha inson bor. Shunda turg'uluq bel qo'yiversak, bizning hamda kuchimiz yetmaydi. Xitoy vatanni besibetdi, uni qildi, buni qildi, ana buni tugashganimiz shu desak qarindoshlar, biz İbrahim alayhisalomning millati bo'lish, millatdan chiqib qolamiz. Muhammad alayhisalomning ummati bo'lish, ummatlikdan chiqib qolamiz. İnsonlikdan chiqib qolamiz, axloqdan chiqib qolamiz, islomdan chiqib qolamiz qarindoshlar. Chunki shunchalar erkak, shunchalar nufusli insonlar turuluq bir Hajar alayhisalomdek bo'lamasak, insonlikdan chiqib qolamiz qarindoshlar. Allah Qur'onda nima deydi? Alam tara ilallazina kharaju min diyarihim va hum ulufun hadaral maut. Qaramam say bandam, ma o'limdan qo'rqib, yurtidan qochganman minglarcha insonni qaramamsa. Yer yuzida urush ulavtidi, bulavtidi, dushman kuchliqdab, o'limdan qo'rqib, yurtini tashlab qochgan minglarcha insonga qaramamsa. Bu insonlar o'limdan qo'rqib yurtni tashlag'achqa faqala lahumullohu mutu. Ular uchun Allah o'langlar dedi. Ey o'lgirlar, o'lishamdi. Vatandan o'limdan qo'rqib qochishdan endi chet elga chiqib o'lisha chet elda. İnqilob qilmay o'lisha, baqa yetib o'lisha deb Alloh ularga mutu dedi. O'langlar dedi. O'langlar deb qo'ygandan keyin o millat nim bo'ladi Allah o'langlar degandan keyin o'ladi. O'lgan millat nim bo'ladi? Shunchalar zulm bo'lsa-mu, shunchalar eg'ir kun kelsa-mu, hech nima qilolmaydigan bo'ladi, qilmaydigan holga keladi. Biz hech nima qilolmaymiz, qo'limizdan bir ish kelmaydi, u kelmaydi, bu kelmaydi deb taptek yotadigan bo'ladi. Yotgandan keyin Allah bu insonlarga qarab, bu insonlarning oqibatining xatarligini bilgandan keyin bu dunyoda taptek yetib o'lgan, xorliqda o'lgan millatning oxiratda jahannamga kirdiganligini Allah bilgechga biz g'aflat ichida bo'lib biz bilmagan bilan Allah bilgechga, ya'ni Allohning ishi og'rib nima qiladi? Summa ahyahum. Bir zaman o'tgandan keyin Allah ularni tirildirib qo'ydi deydi. Ya'ni Allah tirildirdi. Qanday tirildirdi? Mushundaq haj zamonlarini ekilish orqali, Qur'on tabliğlari orqali, sunnat tabliğlari orqali haqiqatni tushundiradigan insonlarni o'tirg'i chiqarish orqali, ya'ni Allah u millatga marhamat qilgan millatga, ummatga Allah yana tirildirib qo'ydi. Innalloha lazu fadlun alan nas. Chunki Allah insoniyat ustida bekchiq fazli karam sohibidir. Chunki Allah fazli karam sohibi bo'lg'achqa insoniyatga ichi og'rib shunday qiladi deydi qarindoshlar. Shuning uchun biz mushu hozir arif kuni haramga borgan qarindoshlar hozir balki sapa Merve'de emas Arafat bo'lgan bo'lishinglar mumkin.
Safa Merve'nin ruknu buluşunun sebebi şu karındaşlar. Safa Merve'ni səy qılıvatqa vaxtımızda Allah'a söz vergen bulumuz. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti mulaşqa, kahramanlar karvanıga qatılganlığımızı söz vergen bulumuz. Şu söz vergen pədimizdə qaytaylı, şu niyet bilen qaytaylı, şu niyet bilen dua qılaylı qarindaşlar. Bugün 3. nuqtani sözleşi arqılıq vaqt bijaga berip qaptı qarindaşlar. Yana 4. nuqtani yana kirrak qılamiz. Hazırca hemmanlarını Allah'a tapşırdım. Qarindaşlar muşa Arafat günü, Arafat sizler. Dua qılınlar qarindaşlar. Hemmimiz dua qılaylı. Özümüzдің şəxsiyyətimiz üçün dua qılaylı. Tirilişimiz üçün dua qılaylı. Uyğunuşumuz üçün dua qılaylı. Xalqimizga, millatimizga dua qılaylı qarindaşlar. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiga dua qılaylı. İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin qayta tirilishga dua qılaylı qarindaşlar. Allah hemmimizden dualarımızı icabet kılsın, kılgan emellerimizni kubul kılsın. Yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ülüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.